Mana shu ko'rib turgan shogird bolalar 12 ga kiribdi, 5 da yotishga to'ymagan ekan. Jon bolam 5 da yotma, mana shunaqa temir so'richada yotgan. O'zi 35 kilosan dedim. Ko'rib turgan bolalar 35 kiloni bemalol ko'taryapti, hamda zo'r tebranyapti. To'g'rimi? Narxi ham unaqa qimmat emas. Atigi 350 ming so'm bo'ladi. 350 ming so'mning komplekti ichida mana shunaqa yog'ochi hamda pashaxona hamda tagiga solingan plastinalari komplekt bo'ladi. Bilasizki, san o'qlar turib yormagina. Biz hozir Qo'qon shahriga kelganmiz. Batta hozir optim shunaqa belancha hamda stol komplektlarni optim sotiladigan joyga kelganmiz. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sizlarga qisqacha qaysi mahsulotlarda ishlatilgan eng asosiysi narx-navosini yoritishni beramiz. Assalomu alaykum, Abdulaziz aka, charchamasdan. Aka, sog'lik yaxshimi? Birinchi o'ng qo'ldan tushuntirib beravering, bo'lsa mana shu belanchada 350 ming so'm. To'g'rimi aka, adashmadimmi? 350 ming so'mning narxiga aka dastavka ham bormi yo aka? Dastavka endi aka shu yaqin atroflarga qilib beramiz. Qilib beriladi aka. 5-4 kilometr, 10 kilometr. Hozir 30 kilolik bolani ko'taryapti, bemalol ko'taraveradi. Aka, komplektda mana shu ko'rganingiz pashaxonasi, mana shu komplektda ichida bo'ladi. Eng zo'r tomoni hamda aka bundan tashqari stol-stullar ham bor ekan sizlarda. Stol-stullarimiz ham bor ekan. Xo'p aka, bu qanaqa stol-stullarning razmeri, hamma yo'lini tushuntirib bersangiz aka. Xo'p, bularimizni razmeri 1.35 ga 90 bo'ladi. Lola fason bu. Lola fason. Dvoynoy kashayli aylana. Xo'p, bunimizning narxi 750 ming so'm qilib beryapmiz. 750 ming so'm 6 kishilik aka. 6 kishilik. Bemalol uylariga yangi bir nima deydi, imorat solgan bo'lsalar, mana shunaqa oshxonalarga 6 kishilik kichkina oilaga bemalol tushaveradi. To'g'rimi aka? Kraskalari ham ko'chmaydigan parashkovoy kraska. Parashkovoy kraska. Narxi necha pul dedingiz? 750 ming so'm. Qoyil, 750 ming so'mga nima deydi? Menimcha bemalol narxi juda arzon. Hozir bitta ob'yom juda ichkarini ham ko'rsatib o'taman. Ob'yom juda katta. Nima bir narxda. Bu 750 ming so'm bo'lsa, bunimiz-chi aka? Bunimiz ham lola fason, o'sha bir xil. Просто kraskasida farqi bor. Moshi material bunimiz. Materiali moshi. Ya'ni bir narsa tushib ketsa bemalol yuvib arsa, bemalol bo'ladi aka. Yuvsa bo'laveradi. Buni ham narxi? Bir xil 750 ming so'm. Buni ham narxi 750 ming so'mga, bu ham 6 kishilik. Endi bu aka juda chiroyli turganimiz. Bu fasoni qanaqa aka? Hop, bu tugmali fason deyiladi bu. Tugmali fason deyiladi aka. Bu ham 6 talik ekan aka. 6 talik aka bu ham. Bu ham o'sha dvoynoy kashayli moshi material. Parashkovoy kraskali aka bu ham. Parashkovoy kraskali bo'ladi, tevalari mana shunaqa bo'ladi. Hop, laminatni ko'rsatib qo'yasiz, dvoynoy bo'ladi. Dvoynoy laminatda bo'ladi aka. Ya'ni buni ham materiali bemalol moshi bo'ladi aka. Moshi aka. Aka, bunimizni narxi necha pul? Bunimiz narxi hozirgi kunda 1 million so'm qilib beryapmiz. 1 million so'm qilib beryapsiz. Ya'ni yangi domga ko'chib chiqdingizmi, uyga ko'chib chiqdingizmi, oshxonangizga shunaqa mebel kerak bo'lsa, mana shu mebellar ayniqsa narxi ham qimmat emas. 750 ming, 750 ming hamda shunaqacha chiroyliroqlari bor ekan, orqa spinkaliklari. Bu 1 million so'm ekan. Endi bundan tashqari rosa trend bo'lgan mashina oti nima edi aka? Joziba. Joziba. Rosa trend bo'lgan stulimiz, bu ham 6 kishilik ekan. Yostiqchalari bor. Video ham mana o'zgacha ko'rinish berib turibdi. Mana 120 kilolik bolamiz o'tiribdi. Mana hech narsa bo'lgani yo'q. Shuni naq turibdi. Bu ham moshi materialda bo'ladi. Moshi material, parashkovoy kraska. Parashkovoy kraskada bo'ladi aka. Mana bunaqa yostiqchalari ham o'tirganda yumshoq bunaqa. Belingizga mana bemalol yostiqchasi ham qo'shib beriladi. Aka, buni narxi necha pul Jozibani aka? Bunimizda aka 4 taligini 900 ming so'm beryapmiz. 6 taligini 1 million 300 ming so'm beryapmiz. 1 million 300 ming so'm. Bunimiz 8 taligi ham bor. 8 taligini 1 million 800 ming so'm beryapmiz. Ya'ni bemalol aloqa etsa 4 kishilik, 6 kishilik, 8 kishilik undan ziyodlari ham bor, to'g'rimi aka? Chiroylab tayyorlab beramiz. Bo'ldi. Aka, endi sal kichikroq oila biz 4 kishi bizsa, mana 4 kishiligi ham bor ekan. Ko'rib turganlaringdek, bu ham o'sha moshi material bo'ladi, tevalarida akrillar bo'ladi. Xo'p, aka, bunimizning narxi necha pul? Endi hammaga narx qiziq bo'ladi. Bunimiz narxi aka 550 ming so'm beryapmiz. 550 ming so'm. Bu ham o'sha aytganimizdek, dvoynoy kashayli aylanib o'tgan. Mana bunaqa qulayliklari bor ko'tarishga. Bemalol 100 kilo, 150 kilo bemalol o'tiraveradi, hech qanaqa sinib ketish bilan narsalar bor. 550 ming so'm. 550 ming so'm. 550 ming so'm. Xo'p, aka, bu tomonimizdagi bu ham boshqa rasvetkasi boshqasi ekan, narigini. Bir xil nimasi, fasoni, lekin aka, materialni, fasonni har xil rasvetka qilib berilaveradimi? Qilib berilaveradi aka. Talablariga qarab, menga oq kerak deysizlar, sariq kerak deysizlar, materialni har xil rasvetkada qilib berishaveradi. Buni ham narxi adashmasam 1 million so'm. 1 million so'mga qilib beriladi. Bu yerda mana hozir zakatobki ishlari bo'lyapti. Ichkarini ham birma-bir ko'rsatib bersak bo'laveradimi aka? Bo'ladi aka. Ichkarida hozir zakatobki jarayoni. Bunimizni ko'rsatmadik. Bu necha kishilik aka? 1 2 3. Bu kreslo fason. Bu kresloli fasoniga shuni ko'rsatib qo'yasiz. Gulli kashayli aylana. Gulli kashayli bo'ladi. Mana bunimiz ham kashayga aylama kashay deydi.
Xo'p, bunimizni hozirgi kundan narxi aka 800 ming so'm beryapmiz buni. 800 ming so'm. 800 ming so'm. Buni mana fasollar, mana belga juda qulay bo'ladi. Bemalol suyanib o'tirsalar ham bo'ladi. Eng qizig'i buni narxi 800 ming so'm xolos ekan. Bemalol uyingizga qo'yib yoki ishxonangizga, qatga marojnaxona deysizlarmi? Aka kattaroq ob'yom bo'lsa, jicha ozmoz tushib beriladimi? Masalan, marojnaxonalar, o'tiradigan joylar bo'lsa, bir ozmoz tushib berasizlar, aka. Tushib beramiz aka, joyi bor, o'tib beramiz. Bo'ldi. Pastda akamiz nomeri bor. Bemalol aloqaga kirib chiqaverasizlar. Pastda mana ko'rib turganlaringdek juda katta miqdorda yasalyapti. Ya'ni zaddeshga bo'lmaydi, ertaga qilib beraman, indinga qilib beraman bo'lmaydi. Cheklanmagan miqdorda barcha stul o'sha aytganimizdek belanchaklardan bor. Bu mana o'sha ichkarida xonadonlarda o'zlari yasashadi. Shuning uchun narxlari qimmat bas. Ya'ni o'rtada o'rtakash yo'q. O'zlari ishlab chiqaruvchining hisobiga narx unaqa qimmat bo'lmaydi. Endi bu manimcha aka yasalish jarayoni bo'lsa kerak, aka. Shunaqa aka. Bu temirda mana ichlariga nechilik machalka qo'yiladi aka bu? Xo'p, bu yerga 2 lik machalka o'raladi. 2 lik machalka o'raladi. Keyin ko'rganlaringdek mana shunaqa tayyor holatdagi stolga aylanadi. Xo'p, aka, endi buni bir garantiya bo'ladimi? Endi hozir hamma yo'q telefonda garantiyasi bormi deyishadi. Endi aka hozir bu zavod marsi garantiya bergan. Endi garantiyasi bor. Masalan, aytibetga otim-netim nima qilinmasa, xudo xolasa kraskasiga, boshqa joylariga, turbasi ham hali yuqa turbadan emas. Yaxshi turbadan qilinyapti. Ya'ni bemalol yo'g'on odamni ham ko'taraveradi. Ha, ko'taraveradi aka, bemalol. Endi aka, dastavkalarimiz qanaqa bo'ladi aka? Endi hozir ko'pchilik bizni Andijon, Namangan, Voha tomonidan kuzatishadi. O'shunga dastavka xizmatlari qanaqa bo'ladi? Ko'proq olsa aka, dastavka qilib beramiz. Ko'proq olinsa dastavka qilib beriladi aka. Agar bitta komplekt bo'lsa, masalan 6 talik hozirgi jozibalardan bo'lsa, siz Andijon, Namangan bo'lsa, yo'l kirasini shopirda topib berasiz, arzonroq shopirda gaplashib beramiz aka o'zlari. Masalan 1 millionlik stul bo'lsa, sizga necha pul tashlab berilsa, aka, qolganini shopirdan belgilab yuborsa bo'laveradi. Xo'p, aka, bizga masalan 10 komplet oladim, 1 komplet oladimi? Bizga bir 30-40% ni tashlab beradi zakolat qilib. U yog'ini biz tayyor bitgandan keyin boradi, shopirdan pulini berib yuboradi. Qolgan shopirdan berib yuboradi. Shunaqa bo'ladi aka bizda. Bo'ldi. Pastda akamizning nomerlari bor. O'sha aytganimizdek stullarda eng optim joyi hamda belanchak narsalari ham bor. Bemalol akamizga aloqaga chiqaverasizlar, dastavkasini aytdik. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Kim shunaqa stul oqtar ekan bo'lsa tanishlaringizga jo'natib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Sog' salomat bo'linglar.